Zavod etib ko'ramiz. Narxi keladigan bo'lsak, dollar bunaqa narxni hali hech kim chiqarmagan. Assalomu alaykum aziz obunachilar, aziz do'stlar. 2 kun oldin video chiqargandim. O'zimizning logotipimizni tazdiq qilishda yordam beringlar. Qanaqa logotip tanlash kerak deb murojaat qilgandim. Ko'pchiliklaring variantlarni tashladinglar. Shular variantlarning ichidan mana shu RS Auto Trading degan logotipimizni belgilab oldik. Bu bizga ma'qul keldi. O'ylaymanki sizlarga ma'qul keladi. Nima uchun? Mana bu BMW F10 ga qo'yib RS ni men taqdim qilaman. Bu mashinamiz narxi juda ham arzon hamda men o'ylaymanki shu mashinani narxi arzonligini hisobiga siz like bosib qo'llab-quvvatlaysiz. Do'stlar, assalomu alaykum. Yana bir bor BMW F10 Luxury komplektatsiyada 2014-yil mashinani bitta ko'rishlaring mumkin. Holati juda yaxshi. 4 ta eshigimiz davodchigi bor. Mana tortib olibdi. Tortib oldi. Xo'p, bu mashinamiz Harman Kardon audio sistemalari bor. Zavod etib ko'ramiz. Mana marhamat do'stlar, salonimiz. Mashin narxi keladigan bo'lsak 5750 dollar. Bunaqa narxni hali hech kim chiqarmagan do'stlar. Kapot ostida 2 litrli turbo motor bor. Mana marhamat do'stlar. Do'stlar, videomizni lokatsiyasini o'zgartirdik. Hyundai Palisade 2020-yil Rossiyaga proxodnoy. Bu Dog'istonlik klientimizga marhamat do'stlar. Bu birinchi mashinamiz 9-da chiqib ketadi. Mana bu Sonata Tojikistonga 2015mi 2016mi shunaqangi yili. Buni xudo xolisa konteynerda jo'natamiz. Video отчет bu konteynerni ochganda odamlar urilgan, qirilgan mashin jo'natmadimi deganlar uchun mana. Mashin ideal holatda Koreyada turibdi. Xudo xolisa 1,5 oylarda siz bu konteynerdan ochib olishingiz mumkin. Mana bunisi, bu ham o'zimniki. Men yurman, buni ham jo'natamiz. Mana bu ham bir klientimizga, xudo xolisa. Bu ham xudo xolisa konteynerga yuklanadi. Zakazga klientimizga Kia Sorento 2015-yil juda ham zo'r sostoyanida, juda ham zo'r komplektatsiyada. Keyingi mashinamiz Hyundai Sonata. Bu ham konteynerga yuklanadi, xudo xolisa. Bunisi ham konteynerga yuklanadi, Avanti mana. Bunaqa Avantidan 4 ta bor, xudo xolisa. Kim Avantiga qiziqsa, pastda nomerlarni qoldiraman, aloqada bo'lib turinglar. Xohlasalaring konteynerdan olasizlar Tojikistonda. Unda o'sha podключ narx hisoblanadi. Agar xohlasalaring, pramo hozir mashina sotib beraveramiz arzonroqqa. Konteynerdan ochganda bemalol meni mashinam davay olib kelinglar deb olib ketaverasizlar. Birinchisi, ikkinchisi yana ikkitasi oqda boshqa plashatkamizda turibdi. Undan tashqari mana bitta Sonata bor, LF. Keyin ikkinchi Sonata mana. Marhamat do'stlar. Bu Sonata ham mana urilmagan, qirilmagan Koreyadagi turishi mana. Urib, qirib, anaqa qilganimiz yo'q mana. Ko'ryapsizlarmi sostoyanasini? Qanaqa ajoyib. Holati juda yaxshi. Ikkita ключи bor, monitor, кожаный salon, полностью как надо. Marhamat do'stlar, kimga kerak bo'lsa, bemalol xohlasalaring hozir murojaat qilinglar, xohlasalaring svязda bo'lib turinglar. Xudo xolasa konteyner ochganimizda shu mashinalarning egasi bo'lishlaring mumkin do'stlar. Bizni RS kompaniyani qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddamiz. Sizlar uchun biza xizmatda. Avval bitta manzarani ko'ringlar. Bu yerdagi manzarani. Qanaqa chiroyli manzara. Like bosib qo'yishga arziydi do'stlar. Mana bu Avantichani men o'zim yuraman. Ko'pchilik biladi buni, ko'pchilik taniydi. Buni ham xudo xolasa konteynerga yuklaymiz. Arzon narxda olishlaring mumkin buni ham. Faqat Tojikistondan. Yana bitta G30 mashinamiz bor. Bu ham sotuvda. Mana bironta joyi urilmagan, qirilmagan, ideal holatda ko'rishlaring mumkin. Mana marhamat. Bu mashinamiz ham примерно 13800 dollar. Juda ham holati yaxshi. X-Drive 550 dizel. Sheldik mashina yopishtirilgandir, lekin toshnasini hali men sizlarga bilib aytaman telefondan. Videodan keyin kimga kerak bo'lsa, marhamat. Mana mashina ideal holatda. Holati juda yaxshi. O'zlaring ko'rishlaring mumkin. Ularga bunaqangi M Performance qilingan diskalarning holati ham juda yaxshi.
ko'rishlaring mumkin. Xullas, mashinalarimiz juda ko'p. Mana, marhamat. Shunday qilib, RS Avtotredingni men sizlarga taqdim etdim. Arzon mashina qo'yildi. Kimga ma'qul bo'lsa, aloqaga chiqinglar. Sirazi bitta joyda aybi bor, shuni aytaman mana. Farlar ishlab turibdi. Mana shu shishasi singan. Ko'rib turibsizlar, ishlab turibdi farlari. Mana shuni hisobiga bu mashinamiz ozgina arzon. Like bosib, qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.